Qizimiz bundan 1 oy oldin birinchi lazer protsedurasini olib ketganlar. Hozir ikkinchi lazer protsedurasiga kelganlar. Sizda qanday o'zgarish bo'ldi? Men juda ham xursandman, chunki oldin havo chiqib ketardi. Diskomfort bo'lardi-da. Komfort bo'ldi, umuman havo chiqib ketmaydi, ovozlar. Keyin tor bo'lganini o'zim ham his qildim. Go'zal qizimiz jinsiy hayotdagi ozgina diskomfortlar, havo chiqib ketishidan shikoyat qilib kelganlar. Shuning uchun lazerga muhtojlik bo'lgan. Instagramda ko'rganimda kosmetologlar ham qilganini ko'rdim. Videoda chiqdiki, yiringlab ketgan. O'ta kuchli lazerda bo'lgani uchun jinsiy a'zolar yiringlab ketganini ko'rdim. Badit yuqtirganlarni eshitdim. Shuning uchun sizlarni tanladim. Hurmatli ayollarimiz, erinmasdan peshob tahlili, mazut tahlili topshirib, hamma tahlillar yaxshi bo'lgandagina lazer mutaxassisiga murojaat qilsangiz, sizni ko'nglingizdek natijalar bo'ladi. Hozirgi qizimizga o'xshab ikkinchi amaliyotga xursandchilik bilan kelasiz. Lazer protseduramiz yakuniga yetdi. Og'riq tug'dirmadi, unaqa qiynalmadim. Birinchisida ham qiynalmagandim, bu safarda ham qiynalmadim. Rezultati zo'r bo'ladi oxirida. Hamma klinikasiga murojaat qilinglar. Sizga yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz.